Avans so'raganingizdan sizga pul zarurmidi? O'zi so'ramoqchi emasdim. Pul hozir juda ham zarur. O'g'limni isitmasi chiqib yotgandi. Yo'q. Dori darmonga pul kerak edi. Avvalgi oyligim allaqachon tugagandi. Oilada bir o'zingiz ishlaysizmi? Turmush o'rtog'im 5 yil avval vafot etganlar. 2 ta yosh bolam bor. Qarindosh urug'larim uzoq viloyatda turishadi. Mana uni oling. Ish boshqaruvchingiz kechroq kelishi mumkin. Bolangizga dori olib borib bering. Yo'q, uzr ola olmayman. Nega? Ola olmayman. Siz xijolat bo'lmang, men chin ko'ngildan beryapman. Oling. Kerak emas. Oyligimdan olaman. Oylingizdan olguncha ishlatib turavering. Oling. Yo'q. Olavering bexijolat. Uyga boring, bu yerda turmang. Ish boshqaruvchingiz keladimi, yo'qmi? Tezroq dori olib borganingiz ma'qul, xo'p? Xijolat bo'lmang. Xo'p. Shundan keyin menga ancha vaqtgacha puldan yordam berdilar. Keyinroq odamlar noto'g'ri tushunmasin deb nikohlariga oldilar. Mana 15 yildan beri menga farzandlariga g'amxo'rlik qilib keldilar. Qizimni adashtirgandik. Yaqinda to'y qilishimiz kerak edi. O'zlari bosh bo'lmoqchi edilar. Assalomu alaykum. Alaykum. Qanday ekan? Keling. Sizga nima bo'ldi? Botir akamga nima bo'ldi? Ishongim kelmayapti.